Assalomu alaykum do'stlar, charchamayapsizlar degan bitaman. Ko'rib turgan to'plarlarni yaqinda sotib oldim. Bu 2026-yildagi maqsadlarimdan biri edi. Bunga erishganimdan juda ham xursandman. Bu to'plarni sotib olishimdan maqsad futbolga yana ham yaxshiroq o'rganish va YouTube kanallari videolar rivojlantirish sifatini oshirish maqsadida sotib oldim. Bu 2026-yildagi birinchi maqsadim edi. Mana 2026-yilda ikkinchi maqsadimga erishdim. Bu elektr direk sotib olish edi. Albatta bu maqsadlarga asta-sekin erishib boryapmiz. Hali yana 2-3 ta maqsadim bor. Xudo xolisa bunga erishaman degan umiddaman. Elektr direk sotib olishda asosiy maqsad biznes qilmoqchiman, ya'ni tovuq ferma ochish. Kichikroq bo'lsa ham aynan shuni qurish uchun direk kerak edi va bunga ham erishdim. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turing. Sizlar bilan Trekim 804 kanali keyingi videolarda ko'rishguncha.